Assalomu alaykum, xayrli kun. Shu ishga kirganimdan beri menga rosa ko'p uyalmaysizmi degan gaplar bo'ldi va ko'pchiliklari biz uyalamiz internetda chiqib mana shunday o'zimizni qo'yib, gapirib, reklama, bitta biznesda reklama qilib pul topishga deyishdi. Shuncha vaqt indamay keldim, mana bugun aytaman, men uyalmayman bu kompaniyada ishlab daromad qilishga. Haftasiga $150 topib, uyda o'tirib, otamni qarab, apamni qarab, yaqinlarimga yordam berib, og'zidan chiqqan narsasini olib kelib berib yashayapman. Men bu ishimdan uyalmayman, chunki hozir 21-asrda yashayapmiz. Tosh asri уже davnim-davno o'tib ketganda. 21-asrda texnologiya kuchaygan bir paytda shundan foydalanib yashashga men uyalmayman. Uyat bu oylik olasiz, oyligingiz bir haftada tugab, kreditga, qarzga, tirikchilikka, bolalar maktabiga, u bunisiga berasiz, lekin o'sha bolalaringizni orzu havasiga yetkaza olmaslikda uyat. Shunda qarasangiz, oyligingizga hali yana 3 hafta vaqt bo'ladi. Bolalaringiz igrushka olib bering, juring aylanaylik deydi yoki ota-onangizga yordam bera olmaslikda uyatda menimcha. Men xotin kishi bo'lsam ham shu internetda ishlab, oilamga qarab, yaqinlarimni og'zidan chiqqan narsasini olib kelib yetkazib berib yashayapman-da shu internetda ishlab. Agar siz ham shunaqa ishda ishlasangiz, ishlashni xohlasangiz agar, men jonim bilan o'rgataman. Telefonimda, profilimda silkam bor, o'ting. Telegramga men hammasini o'zim o'rgatib, noldan boshlab obучениyalarimiz bor. Hammasini o'rgatamiz.